Bormi? 36.850 so'm, 25.000 so'm. Ikkalasi ham bir xil. Mana shu qiz mana shu yerda ham bor, mana bir xil, mana. To'g'rimi? 6 litrlik bir xil mana. 20 bitta programmali. Qancha turibdi? 350.000 turibdi. Bu yerda 199.000. Videoni oxirigacha ko'ring, har bittasini arzonligini isbotlab ko'rsatamiz. Eng arzon joylarda 216.000 turibdi. Home Shop do'konda 139 ming so'm. Ko'ryapsizlar, 246.000 turibdi. Bosch brendi bilan shurpaverlarimiz 179.000 so'mdan. Eng arzon joyda 95.000 qo'ygan ekan. Home Shopda atigi 49 ming so'm. Endi buni sinab ham ko'ramiz. Wolen brendi bilan uchtalik qozon naborlarimiz Nemetskiy stil 360 gradusga bemalol chidaydi. Narxini men aytaman 89 ming so'm. Lekin bu narxga chidab bo'lmaydi. Hamma uy bekalariga kerak bo'ladigan o'zini o'zi yuvib, o'zini o'zi siqadigan shvabralar 19 mingdan 49 minggacha. Mana bemalol ko'tarayotgan samokatlarimiz 69 ming, 79 ming. Yig'ib ixcham qilib olib ketsanglar ham bo'ladi. Qizlarjonlar, mana bu supurgilarni qaranglar, bor yo'q 19 mingdan. Men ustiga chiqib teslab ko'raman. Bemalol ko'taradi, rossiyskiy temirdan qilingan, narxi 119 ming so'm. O'rtoqlar, mumkinda yolg'on yo'q, lekin arzon narxlar bor. Har bitta aytgan mahsulotimizni aniq narxlari bilan mobil ilovaga yuklab qo'ydik. Home Shop do'konida 12 ming xildan ortiq eng arzon mahsulotlarning eng sifatlisini topasiz. Manzilimiz Qoraqamish 1-2, 25-musiqali maktabning yonida.